Чехия Cumhuriyeti Parlamentining Kengash palatasi qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qilgan. Buning bilan Chexiya Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tonigan 6-G'arb parlamenti yoki davlat apparatlarining biri bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan payshanba kuni ovozga qo'yilgan qaror loyihasi 0 ga qarshi 38 ovoz bilan ma'qullangan. Qaror loyihasida Xitoy Xalq Cumhuriyetida bo'libmi Tibet va Sharqiy Turkiston rayonlarida kishilik huquq erkinligiga keng ko'lamli xiloflik qilish, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va etnik kamsitish yuz bermoqda, shundaqla madaniyat, diniy va siyosiy kimlik bostirilmoqda deyilgan. Qaror loyihasida yana Chexiya hukumati 2022 yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasiga diplomatik boykot qilishga chaqiriq qilinib, Chexiya Cumhuriyet hukumati va boshqa siyosiy vakillarining Xitoy Xalq Cumhuriyetidagi olimpik musobaqalarga qatnashish takliflarini rad qilish talab qilingan. Hong Kongda chiqadigan Sharqiy kundalik gazetining xabar qilishicha, Angliya parlamenti hukumatning Sharqiy Turkistonda majburiy emgak bilan shug'ullangan shirkatlarga qaratilgan jazoni kechiktirganligini tanqid qilgan. Xabarlarga qaraganda, Angliya hukumati bu yil martda o'zlarining Sharqiy Turkistondagi majburiy emgaki bilan munosabati yo'qligini isbotlay olmaydigan va belgilik vaqt ichida dalil isbot ko'rsatilmagan shirkatlarni jazolanganligini va'da qilgan. Angliya parlamenti 10-iyun hukumatning bu shirkatlarga jinoiy jazo yurgizishni kechiktirganligini tanqid qilgan. Angliyaning savdo, energiya va sanoat strategiyasini nazorat qilish komiteti Angliyaning moda, parcha setish, axborot va texnika shirkatlarining Sharqiy Turkistondagi Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan ishlashga majburlangan Uyg'ur musulmonlarining fojiasi bilan bevosita yoki vositalik bog'lanishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi hamda hukumatdan hozirgacha o'zgarmagan shirkatlarni jarimani qo'yish yoki qora tizimga kirgizish orqali jazolashni talab qildi. Xitoy Angliyada o'tkazilgan 7 davlat guruhi boshliqlar yig'inining xulosa dokladida o'zining kishilik huquqi tutgan pozitsiyasi va nomuvofiq iqtisodiy faoliyatlarining tanqid qilinishiga norozilik bildirdi. Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi bayonot e'lon qilib, boshliqlar yig'inida e'lon qilingan tanqidga javob berdi. Bayonotda xitobnomidagi Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsandachiligi va majburiy emgakka chetishlik ayblashlarning paketni burmilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: qarorni endi kichik guruhi belgilay olmaydi. Qoida asosida xalqaro iqtisodiy tuzumni oz sonliq millat to'pi emas, balki barliq davlatlar bilan kengashib bekitish kerak. Yana bir tarafdan bu bayonotda yana xitobnomada o'tirg'a qo'yilgan Xitoy virusining paydo bo'lish sababini qayta tekshirish chaqiriqiga norozilik bildirilgan. Amerika prezidenti Joe Biden tunji qatim qatnashgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'inida 30 kishilik ittifoq tunji qatim Xitoyga kuchli kuchur berdi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining yig'in xitobnomasida mundaq deyildi: Xitoy va uning yomon g'arazi qoidaga tayangan xalqaro tartibga sistemalik raqobat elib keladi deyildi. Shiaatining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning Baltiq dengizidagi Afrikaga bo'lgan harbiy kuchining kunsiri kuchayishi, yadro qurollari bo'lgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining cho'qim tayyorlik qiladiganligidan derak beradiganligini ta'kidlab mundaq dedi: Xitoy bizga yaqinlashdi. Biz ularni tor bo'shliqida ko'ramiz. Ularni Afrikada ko'ramiz, ammo ularning xalqiliq ul aslahalariga ko'plab mablag' solganligini ko'ramiz. Biz cho'qim ittifoq sifatida javob qaytarishimiz kerak. Egilinishcha, Xitoyning Xubey o'lkasidagi bir tabiiy gaz liniyasida yuz bergan portlashda o'lganlarning soni 25 ga yetgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, yakshanba kuni atdiganda Xubey o'lkasida yuz bergan tabiiy gaz portlashda qazo qilganlarning soni 25 ga, yaralanganlarning soni 138 ga yetgan. Portlash rayoni atrofidagi 913 oila tarqoqlashtirilgan. Qutqizish xizmati va portlashning sababi tekshirish xizmati davomlashmoqda ekan.